Farzandingiz uchun eng foydali o'yinchoqlar. Oxirgisini esa o'z qo'lingiz bilan yasab berishingiz mumkin. Pogrumushkalar 1 yoshgacha bo'lgan bolalarda hammasida, demak, ushlash refleksini, ko'rish koordinatsiyasini, ko'z koordinatsiyasini va eshitishni yaxshilashiga olib kelishi mumkin. Katta detallari bor konstruktor o'yinchoqlar hammasi bolani miyasini shakllantirish, melkomotorikasini rivojlantirish va fikrlash qobiliyatini oshishiga olib keladi. Demak, farzandingizdagi bor uy va do'kon to'plamlari bilan bunaqa o'yinchoqlar bilan o'ynaganda bolalar birinchida ijtimoiy moslashishini yaxshilab beradi. Farzandingizni tasavvur olamini juda ham yaxshi rivojlantirib beradi va hissiyotini shakllanishiga juda ham katta yordam beradi. Qisqa qilib aytganda, farzandingizni juda ham ko'p o'yinchoqlar bilan ovutmang. U olib beradigan o'yinchoqlaringiz yoshiga mos bo'lsin. Tabiatimiz bilan chambarchas bog'liqlikni farzandingizga yoshligidan ko'niktirib boring va bu ko'nikmalarni oshirib boring. Ya'ni bu nima degani? Suvlar, qumlar, barglar, toshlar, tabiat. Chunki bu farzandingizni tabiatga bo'lgan mehrini oshiradi. Bolani eng asosiysi sensorikasi, ya'ni mayda harakatlarini shakllanishiga, rivojlanishiga olib keladi. Mana sizga aytib o'tgan foydali o'yinchoqlarni yasalishi. Demak, o'yinchoqni yasalishi uchun oddiy mana kraxmalni olasiz. Mana shunday idishga solasiz. Suvni solib aralashtiramiz. Bizlar studentlik paytimizda kraxmal qilardik xalitlarimizda. Shuning uchun bu amaliyotni juda ham yaxshi qilishim mumkin-da. Organizmda qattiq narsa massa, lekin qo'lingizga olganingizda mana bunday qilib erib ketadigan massa paydo bo'ladi. Bolangiz uchun bu juda ham qiziq bo'ladi. Mana tabiiy, qarang, mana bunday qilganda qattiq bo'lib turadi, bolangiz juda ham qiziqadi va qo'lingizga olsangiz mana erib ketadi.